U insonni ko'zim bilan ko'rardim. U inson meni hayotimda oldin bor edi. Aslida hozir ham bor u inson, faqatgina endi men uni ko'zim bilan ko'rmayman, qalbim bilan his qilaman, qalbim bilan ko'raman. Motivatsiya mavzularida rosa ko'p coachlar, motivatorlar ko'payib ketishdi. Men ommaviy gapirish mumkin emas bo'lgan narsalar deb bilaman. Bu narsani Yevropa rivojlangan mamlakatlarni olib qaraydigan bo'lsak, psixoterapevt degan mutaxassis aslida yo'q. u insonni yo'qotganiga yig'lamas ekan inson. Endi o'zim nima qilaman? Men usiz qanaqa yashayman kabi his-tuyg'ular o'tar ekan. Jamiyat boshqacha ko'z bilan qaramasin unga. Ya'ni, bu g'alati-ku, buni qiladigan xatti-harakati normaga mos kelmayapti-ku deb qaramaysin jamiyat. Shu holat aslida o'rtachalik. Siz gapirdingiz, meni ichimda ana titroq paydo bo'ldi-da. Qanchalik bu insonga og'ir bo'ladi bunaqa payt. Bugun biz ruhiy salomatlik haqida ochiq gaplashamiz. Klinik psixologiya, psixoterapiya yo'nalishidagi dolzarb mavzularda to'xtalamiz. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizga yana bir kuchli ekspertni taklif qilganmiz. 6 yillik tajribaga ega klinik psixolog, psixoterapevt, xalqaro sxema terapiya va Turkiya psixologlar assotsiatsiyasi a'zosi Elchin Tolibov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat, avvalambor. Rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz kuzatuvchilarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda psixoterapevt ismini biz ko'p eshitamiz, lekin klinik psixolog bu men uchun yangi terminologiya. Klinik psixolog o'zi aslida kim, u qanday mutaxassis, shu haqida ozgincha ma'lumot berib ketsangiz va mana siz klinik psixolog bu faoliyat olib borasiz, ungacha bosib o'tgan yo'lingizni va qanday qilib siz klinik psixolog bo'lib qoldingiz, shu haqida bizga tushuntirib bersangiz. Bu hozirgi kundagi juda ham dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Klinik psixologiya sekin-astalik bilan jamiyatga kirib borayotgan, rivojlanayotgan sohalardan biri. Yangi soha deyishimiz mumkin aslida O'zbekiston uchun. Chunki hozir aslida butun dunyo, ya'ni Yevropa rivojlangan mamlakatlarni olib qaraydigan bo'lsak, psixoterapevt degan mutaxassis aslida yo'q. Chunki psixolog mutaxassis psixoterapiya bilan shug'ullanadi. Ba'zi bir psixiatr mutaxassislar ham terapiya jarayoni bilan shug'ullanishi mumkin. Aslida terapiya jarayoni bilan shug'ullanadigan har qanday mutaxassisni biz psixoterapevt deyishimiz mumkin. Siz ham psixoterapevtsiz masalan, chunki terapiya jarayoni bilan shug'ullanasiz. Endi klinik psixolog kim? Xo'p, terapiya bilan shug'ullanadi. Klinik psixolog ham. Oddiy tilda aytadigan bo'lsam, klinik psixolog tibbiyot muassasalari uchun alohida urg'u berib tayyorlangan psixolog mutaxassis hisoblanadi. Ya'ni bakalavr psixolog darajasida bakalavrni o'qigan, ya'ni psixolog mutaxassis, 4 yillik bakalavr mutaxassisligi bor va undan tashqari magistratura bosqichini aynan klinik psixologiya yo'nalishi bo'yicha tamomlagan mutaxassis klinik psixolog hisoblanadi. Aynan hozirgi paytda klinik psixolog nomini olish uchun shu yo'llardan o'tib 4 yillik bakalavr, 2 yillik magistratura bosqichida o'qib klinik psixolog sifatida faoliyat yuritib kelyapman. Sizni tanishtirganimda Turkiya psixologlar assotsiatsiyasi a'zosi deb tanishtirdim. Shu assotsiatsiya haqida ham ozgina gapirib bera olasizmi? Albatta, qanaqa qilib o'zi assotsiatsiyaga a'zo bo'lish mumkin? Xalqaro assotsiatsiyalarga birinchi navbatda o'ziga xos talablari bor har bir assotsiatsiyani. Masalan, diplom ma'lumotlaringizga qaraydi, oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishingiz talab qilinadi assotsiatsiya a'zosi bo'lishingiz uchun. Klinik psixologiya mutaxassisligini o'zim Turkiyada o'qiganligim uchun, ya'ni diplomim to'g'ridan-to'g'ri Turkiya diplomi. Shu uchun bevosita Turkiya psixologlar assotsiatsiyasiga qabul qilinganman. Ba'zi bir mana shu talablarni qarshilaganinizdan keyin xalqaro assotsiatsiya a'zolari sifatida faoliyat yuritishingiz mumkin. Xo'p, klinik psixolog qanday bo'lishini tushundik. Klinik psixolog faoliyatida nima qiladi? Ya'ni psixologdan klinik psixologning farqi, u qanday muammolar bilan, qanday mijozlar bilan ishlaydi? Psixologiyada bo'sag'adosh, ya'ni chegaradosh holatlar degan tushuncha bor. Bu bo'sag'adosh holat shunaqa bir joyki,
psixologiyani psixiatriya bilan ajratib turadigan nuqta hisoblanadi. Ha. Aynan klinik psixologlar mana shu nuqta bilan ishlaydigan mutaxassis hisoblanadi. Ya'ni bu insonlarni qanaqadir ruhiy buzilishi bor, patologiyasi bor ham deyishimiz qiyinroq, lekin to'laqonli ruhiy jihatdan sog'lom ham emas. Masalan, qanaqa holatlar misol bo'ladi? Travmalar, psixologik travmadan keyingi stress buzilishlari masalan. Bu to'laqonli bir patologiya, ruhiy buzilish deyishimiz ham qiyin, lekin to'laqonli sog'lom hayotini, sifatli hayotini kechirishga ham inson qiynaladi. Mana shu holatlarda masalan klinik psixolog turli xildagi uzoq muddatli psixoterapiya jarayonlari bilan shug'ullanadigan mutaxassis hisoblanadi. Tushunarli. U qanday mijozlar bilan, qanday muammolar bilan faoliyatida ishlaydi? Yuqorida aytganimdek travmatik holatlar, musibat, ya'ni inson biror bir yaqin insonidan ayrilish, yo'qotishlar bo'lganida yoki bo'lmasam o'sha chegaradosh holatlarni aynan buzilishga yaqin bo'lgan holatlar bor. Masalan, panik atakalar, maxsus fobiyalar, qo'rquvlar deymiz. Masalan, suvdan qo'rqadigan, balandlikdan qo'rqadigan, yopiq joydan qo'rqadigan, har birining o'ziga xos nomlari bor ilmiy tilda. Yoki bo'lmasam xavotir buzilishlari, hamma narsadan xavotirlanib, ichki qanaqadir xavotirlari bor insonlar bilan masalan ishlashi mumkin bo'lgan mutaxassis hisoblanadi. Men hozir nimani tushundim? Psixologni ozgina kuchi yetmaydigan chegarada klinik psixolog yordamga kelar ekan, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni sal buzilish tomonga o'tib ketgan holatlari deyishimiz mumkin buni. Ya'ni tibbiy tomonlama tashxis olinishi mumkin bo'lgan insonlar bilan ishlashi mumkin klinik psixolog. Shu joyda menda yana bitta savol tug'ilyapti. Klinik psixolog ishlashni boshladi, kuchi yetmadi deylik, qanaqadir bu yerda klinik holat ketyapti va klinik mutaxassisga yo'naltirdi. Masalan, sizga yo'naltirdim mijozimni va siz ozgina terapevtik jarayonlarni o'tkazganingizdan keyin uni ruhiy holati yaxshilangandan keyin bu mutaxassisga qaytishi mumkinmi? Albatta. Aslida klinik psixolog shunaqa mutaxassiski, xuddi siz hozir aytgan masalan, birinchi psixiatrga bordi, ruhiy buzilishi bor. Aytaylik, shizofreniyani ba'zi holatlar bilan ham klinik psixolog ishlaydi. Hattoki psixolog ham ishlaydigan holatlar bor. Ya'ni yengil holatlarda ishlashi mumkin, terapiya qilinishi mumkin. Va mana shu klinik psixolog ishlaydigan ba'zi holatlar bilan ham bemalol psixolog ham ishlashi mumkin. Yengilroq, ya'ni uzoq muddatli terapiyadan o'tishi mumkin klinik psixolog bilan. Endi hayot sifati yaxshilanishi boshlaydi u insonni. Faqatgina qanaqadir munosabatlari yoki bo'lmasam o'sha insonlar bilan muloqotchanlik ko'nikmalarini shakllantirish, maqsad qo'yish ko'nikmalarini shakllantirish borasida bemalol bu sohalar bilan psixolog bilan ishlash mumkin. Tushunarli. Klinik psixolog o'z faoliyatida, ya'ni terapevtik o'sha aralashuvida dori vositalaridan, ya'ni farmatsevtik narsalardan foydalana oladimi? Ya'ni dori yozadimi u? Klinik psixolog dori yozib berish imkoniyatiga ega emas. Klinik psixolog tashxis qo'ya oladi, ya'ni ba'zi bir holatlarni tashxislash imkoniyatiga ega, lekin psixofarmakologiya bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni psixiatr mutaxassisdan farqlovchi asosiy xususiyati shu. Psixiatr mutaxassis psixofarmakologiya bilan, dori vositalar bilan ishlasa, klinik psixolog aynan o'sha ruhiy buzilishlarni endi uzoq muddatli terapiya usuli bilan davolashga, usuli bilan yondashadigan mutaxassis hisoblanadi. Rahmat javobingiz uchun. Xo'p, keyingi savolga o'tsak, oxirgi vaqtda jamiyatimizda o'sha insonlarda yashash tarzimizda har xil, har kuni muammolar bo'ladi. Mana tirik ekanmiz, biz bilan muammolar, tushishlar, chiqishlar, stressiy holatlar, bunaqa narsalar ko'p uchraydi. Ajrim munosabati bo'lishi mumkin, xiyonat, maqsad qo'ya olmaslik, har xil narsalar. O'sha yaqinini yo'qotish kabi muammolarda yaqin insoniga "Sen psixologga borgin" desa, ular "Men jinnimanmi? Nimaga men borishim kerak?" deb xafa bo'ladigan holatlari bo'ladi. Ya'ni kuzatamiz, psixolog bu nosog'lom insonlar bilan, ya'ni kasallar bilan ishlaydi, jinnilar bilan ishlaydi deb o'ylashadi. Shuning uchun psixologga borish yoki psixoterapevtga borish uyat hisoblanadi jamiyatimizda. Bunga qanaqa izoh bera olasiz?
To'g'ri, bu hozir judayam ko'p, ya'ni men jinni emasman-ku, psixologga jinnilar borishadi degan tushuncha judayam keng tarqalgan. Yo'q. Aslida psixologga yoki terapevtga faqatgina qanaqadir ruhiyatida chuqur yoki bo'lmasam o'zgarishlar bo'lgan insonlar kelmaydi. Birozgina buni o'zbekchilik tomonidan ham qaraydigan bo'lsak, aslida doktorga borsa kasal bo'lib to yotib qolgunicha doktorga borishi ba'zida qiyin insonni. Lekin ruhiyatida qanaqadir o'zgarish bo'lsa, men psixologga boraman deyish undan ham qiyin. Ya'ni chunki qanaqadir etiketlar yopishtiriladi, bu psixologga borar ekan, bu psixologga borar ekan, boshqacha bir rakursdan qarash boshlanishi mumkin. Yo'q, aslida o'zini anglashni xohlagan, hayotda qanaqadir yaxshi maqsadlar qo'yishga harakat qilgan. Faqatgina ichga yutishni, yashirishni emas, uni ifoda qilishni istaydigan, o'sha hayot sifatini ma'lum bir muammoli vaziyatlar buzayotganligini his qilgan, o'shani anglash darajasiga yetgan insonlar aslida terapevtga murojaat qiladi. Ya'ni qanaqadir holatlar bor, to'g'ri buzilish bor, hayot sifatini buzyapti, salbiy ta'sir qilyapti, atrofdagilar bilan munosabatga kirisha olmayapti yoki o'sha munosabatlari umuman o'xshamayapti. Ya'ni qiynalyapti inson. Lekin o'zi anglamaydi inson shu muammo o'zida borligini va terapevtga borish kerakligini. Bu holat aslida og'irroq holat. Lekin terapevtga keladigan, psixologga keladigan insonlarning ko'pchiligi o'sha hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini anglaygan insonlar hisoblanadi. Va bu juda ham yaxshi qadam hisoblanadi insonning hayotida. Sizni gapingizda hozir ko'rayotgan insonlar tushunib qolishi mumkin. Demak, hamma psixologga borishi kerakmi? Hammada muammo bor-ku. Hammamizda har kuni qanaqadir ziddiyatli vaziyatlar, sinovli kunlar, nimadirlar bo'ladi va odamlarning menimcha eng asosiy qo'rquvi ham shunda. Psixologga borsam, men o'rganib qolaman. Psixologga borsam, meni gapimni tashqariga olib chiqib gapirib qo'yadi. Shuning uchun ham psixolog yoniga kelganda bizning eng og'riqli nuqtamiz shundan iboratki, mijozlarimizni to'laqonli ochilishmaydi. Aytayotgan muammolarini ham elaklab aytishadi. Qaysidir joyini aytaman, ya'ni qaysidir joyini aytmayman. Terapiyadagi eng og'ir holat ham shunda-da. Ya'ni o'zini terapevtiga to'laqonli ochilmaganda inson terapevtga ham faqat gap orqali biz analiz qilamiz, yo'nalish beramiz va qiyin bo'ladi to'liqroq diagnoz qilish, diagnostika qilish. Xo'p, qarang, ruhiy sog'lomlikni o'zi belgilari bormi qanaqadir? Psixologga kimlar borish kerak, kim borish kerak emas? Shu haqida qanaqadir chegaralarini tushuntirib bera olasizmi? Ya'ni ruhiy sog'lom insonni qanaqa odam o'zi ruhiy jihatdan sog'lom inson deyishimiz mumkin. Psixologiyada o'rtachalik degan tushuncha bor. Ya'ni o'zbek tilida tarjimasi shunaqa bo'ladi. O'rtachalik shunaqa narsaki, jamiyat boshqacha ko'z bilan qaramasin unga. Ya'ni, bu g'alati-ku, buni qiladigan xatti-harakati normaga mos kelmayapti-ku deb qaramaysin jamiyat. Shu holat aslida o'rtachalik bo'ladi. Mana shu o'rtachalikdan me'yordan og'ishi sekin-astalik bilan qanaqadir qaysidir bir ruhiy buzilishni insonda namoyon bo'lishiga olib borishi mumkin. Bu lekin bitta narsani aytishimiz mumkin, qaysidir jamiyat, holat, ya'ni muhitdan kelib chiqib farqlanishi mumkin. Qaysidir vaziyatda o'rtacha hisoblangan, qaysidir yillarda, qaysidir davrda o'rtacha hisoblangan holat vaqt o'tishi bilan yo'q, bu anormal endi, bu normal emas degan bir qarorga borishi mumkin inson. Misollar ham keltirib keting shu yerda. Oddiy keyslar. Masalan, lokatsiya, hudud bo'yicha aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda masalan ko'zga bir narsa ko'rinib, o'ziga o'zi gaplashib yurib, quloqiga bir narsa eshitib yoki qanaqadir tanasi bilan g'ayrioddiy qanaqadir mimika, xatti-harakat qilib yuradigan insonlarga nisbatan qo'shtirnoq ruhiy buzilish, ruhiy kasal, ya'ni jinni deymiz qo'shtirnoq ichida. Lekin ba'zi bir xalqlar borki, hozirgi davrda ham aynan bunaqa xatti-harakatlar qiladigan insonlarni juda ham ulug'lashadi, e'zozlashadi. Afrikaning ba'zi qabilalarida ular juda ham hurmatga, e'tiborga molik insonlar, ilohiy qanaqadir anaqalar bor inson. Ilohiy insonlar sifatida qarashadi. Hattoki o'sha normal insonlardan ham ko'ra ko'proq e'zozlashadi bunaqa insonlarni. Shuning uchun bu davrga ko'ra, vaqtga ko'ra o'zgaradi. Ya'ni aniq bir
bo'ldi, biz mana shu me'yorlarni belgiladik. Bundan o'tgan ruhiy sog'lom, bundan o'tolmagani ruhiy buzilish degan tushuncha yo'q. Aslida insonni hayot sifatiga bir vaziyat salbiy ta'sir ko'rsatyaptimi? Ya'ni munosabatlarga kirisha olmayapti, fikrni aytolmayapti yoki qaysidir o'sha yopishqoq miyada fikrlar borki, o'sha fikrlar insonga tinchlik bermayapti. Bu yuzidan ishiga borolmayapti, moddiy tomonlama orqaga ketyapti inson. Mana shu holatlarni aslida anormal, ya'ni ruhiy jihatdan nosog'lom bo'lgan holat deyishimiz mumkin. Ya'ni Yashash. aslida buni insonni o'zi ham belgilaydi. Ya'ni menda ruhiy buzilish, nosog'lomlik bor yo'qligini aslida o'zim ham belgilashim mumkin. Ya'ni qanaqa belgilayman? Mani hayot sifatimga salbiy ta'sir ko'rsatyaptimi? Munosabatimga salbiy ta'sir ko'rsatyaptimi degan savollarni o'zimga berib, o'zim belgilashim mumkin. Aslida masalan, ikki kishida bir xil bo'lgan buzilishni turi bor. Ikkalasi ham buzilishi darajasi bir xil, lekin mani hayot sifatimga bu holat salbiy ta'sir ko'rsatyapti, sizda yo'q. Siz o'sha holat bilan normal holatda yashayapsiz, munosabatlar ham qilyapsiz, moddiy tomonlama ham yaxshisiz. Bu buzilish sizni hayot sifatingizga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmayapti. Mendagi holat ruhiy buzilish, sizdagi holat buzilish bo'lmaydi. Masalan, oladigan bo'lsak, ish haqida olib primer qiladigan bo'lsak, ishga borishga motivatsiya yo'q, ikkimizda ham, lekin men turaman, kiyimlarimni kiyaman, bo'yanib, chiroyli bo'lib ishga borib, ishga qaytib kelaman. Ya'ni ishga boraman, kelaman, lekin ishlagim kelmaydi. Dangasalik bo'ladi ishda, soatga qarayman, vaqt o'tsa edi deyman. Ishimni samaradorligiga ham bu ta'sir qiladi, lekin ishga qatnayapman. Ya'ni o'zimga qanaqadir ozgina bo'lsa motivatsiya bera olmayapmanmi? Sizni misolingizni oladigan bo'lsak, masalan, siz umuman uydan, kravatdan, yotoqdan tura olmayapsiz. Ishga o'zingizni aldab bo'lsa ham olib borish uchun. Shunaqa holatda, to'g'rimi? Aslida bu yerda juda ham yaxshi misol berasiz. Bu yerdagi farq nima bo'lyapti? Aslida siz hissiyotlaringizni taniy olyapsiz. O'zingizni hissiyotingizni baholay olyapsiz. Vaziyatga baho bera olyapsiz. Nima uchun bunaqa holat bo'lganligini sababini bila olyapsiz va kerakli paytda o'zingizni motivatsiya qila olyapsiz o'zingiz. Buzilishdagi holatlarda mana shu motivatsiya qilish, o'zini mana shu yotgan holatdan qanaqa turib ketish yoki bo'lmasam ishga o'zimni qanaqa motivatsiya qilib bugun boraman degan holat yetishmayotgan shu narsa shu vaqtda bo'ladi. mutaxassis yordamga keladi. Albatta. Demak, o'zingga kuching yetmaganda, hayoting sifati borgan sari pasayayotganda, bu sani yashashingni samaradorligiga, baxtiyorligingni hissiga ta'sir ko'rsatayotganda, demak, nimaga sen mutaxassisdan yordam ola olmaysan? U orqali sen faqat yaxshilaysan-ku hayoting sifatini degan ma'noda bo'lyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, keling, endi depressiya mavzusiga to'xtalsak, mijozlar mana konsultatsiyaga, qabulimizga yozilishdan oldin hozir qanaqa holatlar uchraydigan bo'lyapti? O'zimga murojaat bilan chiqishadi. Tug'ruqdan keyingi depressiya bilan ishlaysizmi? Menda depressiya holati ketyapti. Qabulingizga yozib qo'yasizmi deb. Men shunda savol beraman. Sizga bu diagnozni kim qo'ygan? Yo'q, men o'zim, cho'ta mazam yo'q, настроениям yo'q, ishtaham ochilib ketyapti. Ya'ni hozir ijtimoiy tarmoqlar shunaqa zo'r rivojlangan, hamma yoqda har xil reelslarni ko'rsak bo'ladi, har xil manbalarda, ma'lumotlarda odamlar o'zi o'qib, o'rganib, o'ziga diagnoz qo'yib oladigan darajasiga kelib qolishdi-da. Bu tibbiy diagnoz-ku, qachondan biri o'rtog'i yoniga kelib siqilsa, senda depressiya deydigan yoki o'zi nimadir o'qib, yo o'zida qanaqadir tushkun kayfiyat ketayotgan bo'lsa, menda depressiya holati ketyapti, menda apatiya holati ketyapti deb insonlar o'ziga diagnoz qo'yadigan bo'ldi. O'zi depressiya nima? Depressiyani aniq qanaqa belgilari bor? Menda depressiya bor deyishim uchun nimalar bo'lish kerak? Shu haqida ozgina tushuncha berib ketsangiz. Xo'p, depressiya bu qanaqadir sun'iy intellekt qo'yadi oladigan tashxis emas. Depressiya bu qo'shningiz qo'ya oladigan tashxis emas. Ya'ni yoki o'zingiz kuzatib, menda depressiya deydigan holat emas aslida depressiya. Depressiya bu xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasiga kiritilgan buzilish hisoblanadi. Ya'ni mutaxassis tomonidan qo'yiladi faqatgina depressiya tashxisi. Shuning uchun masalan
yaqiningiz, o'rtog'ingiz sanda depressiya bor degan gap aytish mumkin bo'lmagan holat bu. O'ziga xos bo'lgan kriteriyalar, tashxis mezonlari bor. Aslida bilishimiz uchun depressiyani tushkunlik bilan farqini bilishimiz kerak birinchi navbatda. Inson chunki depressiyadaman deydigan inson ko'pincha o'ylaydiki, men tushkunlikdaman, o'sha uchun men depressiyadaman. Yo'q, tushkunlik va depressiya bu alohida tushuncha. Hamma tushkunlikda tushgan odam bu depressiya degani emas. Masalan, meni hayotimda qanaqadir bir yomon holat bo'ldi. Men bugun tushkunlikka tushdim, ertaga chiqib ketishim mumkin yoki 2-3 kun tushkunlikda yuraman. Bu normal holat men uchun, chunki hayotimda qanaqadir adaptatsiya qilishim kerak bo'lgan, qanaqadir o'zgarish bo'ldi hayotimda va men tushkunlikka tushdim. Tushkunlik degani demak depressiya degani emas ekan. Qaysidir joyda gapingizni bo'ldim, tushkunlik qanaqadir holati bu organizmning normal reaksiyasi ham ekanda. Ya'ni normal reaksiyasi, organizmni normal vaziyatga beradigan reaksiyasi. Hech qanaqa bu yerda anormal holat yo'q tushkunlik holatida. Endi mana shu tushkunlikning uzoq vaqt davom etishi va bu tushkunlik insonning hayot sifatiga ta'sir qilishi va bu tushkunlik o'zi bilan yondosh qanaqadir simptomlarni qo'shimcha sifatida olib kelishi. Masalan, qanaqa qo'shimchalar? Hayotida oldin qaysidir faoliyatini maza qilib bajarardi inson, endi o'sha faoliyatdan qoniqish hissi yo'qoldi. Angidoniya deyiladi. Bu ilmiy terminda. Angidoniya o'sha oldin zavq olib maza qilib bajaradigan ba'zi holatlardan inson endi zavq ola olmaslik hissining bo'lishi. Yoki bo'lmasam ma'lum bir ishni bajarishga kichkina bir ichki motivatsiya keldida yana lanjlik, holsizlik, ichki charchoq, butun tanam zirqirab og'riyapti, hech narsa qilgim kelmayapti degan tushunchalar bo'ladi insonda. Qo'shimcha simptomlar. O'z-o'zidan yig'laverish yoki bo'lmasam agressiya, hamma narsaga juda ham kuchli jahl qilish insondan. Ishtahadagi o'zgarishlar, masalan, haddan tashqari bo'kib hissiy yeyish degan tushuncha hozirgi kunda juda ham rivojlandi. Inson tushkunlikka tushadi, borib bo'kib ovqatlanadi. Zaidaniya. O'shandan nima qiladi? Hissiy jihatdan yengil bo'ladi. Maza qildim shu. Yegan. To yemasam o'zimga kelmayman deydi u inson. Yoki bo'lmasam buni teskarisi. Men tushkunlikdaman, hech narsa yegim kelmaydi. Ya'ni umuman ishtaham yo'q. Yoki bo'lmasam haddan tashqari ko'p uxlash, ya'ni gipersomniya deyiladi. Bu holat ilmiy tilda kunning juda ham ko'p qismini uyquda o'tkazish yoki insomniya. Me'yordan juda ham kam uxlash yoki tunda ko'p uyqusi qochib uyg'onib ketaverishi insonning holatlari, masalan, bu depressiya tashxisini qo'yish uchun asos bo'luvchi holatlar hisoblanadi. Bularni 2 hafta yoki undan ortiq davom etishi depressiya tashxisini qo'yish uchun asos bo'ladi. Ungacha masalan depressiya tashxisi qo'yilmaydi. Ya'ni davomli davom etishi kerak bu. Nimadir stimul bo'ldi, qo'zg'atuvchi bo'ldi hayotingizda va o'shaning oqibatida depressiya degan tashxis qo'yilmaydi. Ya'ni o'tib ketishi mumkin bo'lgan normal jarayon hisoblanadi. Tushunarli. Yo'qotishlar bo'lsa ham, qanaqadir og'ir avariya, stressiy holatlarda ham bu tez o'tib ketilsa, yashab o'tib ketilsa, hayot tarziga u darajada insonni o'ziga xalaqit qilmasa, buni biz depressiv holat deb olmas ekanmiz. Bizda shunaqa og'ir qanaqadir judolik nimadir bo'lganda u insonga atrofdan bosim bo'lishni boshlaydi. Bu tushkunlikda bunga gapirmaylar, buni tinch qo'yinglar deb qanaqadir yiriliklar ham ilishi boshlanadi va u inson voy menda bunaqa holat ketayotgan ekan deb yana ham shu holatga tushadi. Shu narsani men ko'p kuzatganman-da. Aslida eng yomon shu etiketlash birovni. Aslida masalan klinik psixologiyadan, psixoterapiyadan biz mutaxassis sifatida bilib turamiz depressiyadaligini yoki travmadan keyingi stress buzilishini. Aniq tashxis sifatida unga etiketlanmaydi. Yorliqlash eng yomon. Ya'ni sizni jismoniy tanangizda qanaqadir kasalliklar bo'lsa, bilishingiz yaxshi, qanaqadir operatsiya yoki boshqa qanaqadir holatlar bo'ladi. Lekin depressiyadagi insonni san depressiya deb yorliqlash bo'ldi. U insonning motivatsiyani yo'qotadigan, qanaqadir harakatini cheklab qo'yadigan holatga aylanadi. O'shaning uchun terapiya, ya'ni psixologiyada
yorliqlash bu mijoz uchun qanaqadir salbiy ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi. Shuning uchun mutaxassislarga asosiy bu tavsiya bo'ladi. Yorliqlashdan birozgina qochishimiz kerak. Sanda shunaqa tashxis, sanda shunaqa tashxis bor. Chunki aytdim, terapiyada, psixologiyada aniq bir chegara yo'q. 1 yildan keyin depressiya tashxisini qo'yishimiz uchun kriteriyalar o'zgarishi mumkin. Masalan, bitta insonni depressiya deyishimiz uchun, chunki zamon rivojlanyapti, sun'iy intellekt, insonlarni tushkunlikka tushish saviyasi o'zgaryapti. Shuning uchun bugun men depressiya degan insonimga 1 yildan keyin yoki 5 yildan keyin depressiya deyishim uchun umuman boshqacha bir simptomlar bo'lishi kerak bo'lishi mumkin balki masalan. bu parametrlar normaga ham aylanishi mumkin. Lekin jismoniy kasalliklarda bunaqa emas. Masalan, oshqozoningiz og'rib qolsa yoki bo'lmasam yuragingizda qanaqadir kasalliklar 100 yil oldingi masalan qaysidir shakllangan simptomlar hozir ham o'sha nomda, o'sha holatda bo'lishi mumkin. Masalan, yoki masalan dermatolog mutaxassis sizga masalan vitiligo deb tashxis qo'yish uchun o'sha aynan 50 yil oldin vitiligo qanaqa bo'lsa, hozir ham masalan o'sha holatni ko'radida vitiligo deb tashxis qo'yadi. Ruhiy buzilishlarda bunaqa holat yo'q, afsuski. O'zgaruvchan, ya'ni tashxis kriteriyalar o'zgaruvchi. O'shaning uchun ham boshqa mutaxassislardan farqli jihati yorliqlashdan, shunaqa tashxis deb etiketlashdan qochishimiz kerak. Menda yana bitta savol tug'ildi gaplaringizdan. Sizga klinik psixolog sifatida depressiya bilan murojaat qilishdi. Endi o'zi bilmasdi, lekin o'zidagi kechinmalarni biladi. O'sha simptomlarni tanib olsiz va depressiya kasalligini aniqlab olsiz. Bu mijozga diagnoz qo'yib o'ziga etmaysiz, demak. Shunaqami? Ya'ni qaysidir aslida depressiyada keladigan insonlar, terapiya qiladigan inson o'zi anglaydi aslida, qaysidir darajada anglaydi. Lekin buni sen depressiyadasan-ku, sen depressiyadasan deb ishlatish buyuradi. Klinik psixolog aytib o'tgandek, bu klinikada, tibbiyot muassasasida ishlaydi. Bu yerda ambulator karta degan holatlar bor. U yerda albatta tashxis kriteriyalarni yozish kerak bo'ladi. Ko'radi albatta mijozingiz qaysi tashxis qo'yilganini. Lekin terapiyada har doim bu narsani eslatish, etiketlash deganda shu, sen depressiyadasan, sen depressiyadasan degan narsani ishlataverish bu yerda noto'g'ri bo'ladi. Xuddiki mana sizda tushkun kayfiyat qilib qayta takrorlamasdan tushkun kayfiyatdan qanaqa chiqish metodlari bilan shug'ullaniladi, to'g'rimi? Shunaqa. Mijozni o'zidan ham oldini olish kerak. Mijoz o'zi ham qarshi tomon ham ishlatavermasin. Men depressiyadaman. Men depressiyadaman-ku degan narsani kamroq ishlatsa, shunchalik maqsad paydo bo'ladi, shunchalik ishonch paydo bo'ladi insonda. Xo'p, depressiya diagnozi qo'yildi, faoliyatingiz davomida deylik. Keyin siz aytdingiz, buni tibbiy joylarga yoziladi dedingiz. Diagnoz qo'yiladi ambulator kartaga. Xo'p, bu inson terapevtik jarayondan o'tdi va bu diagnozdan chiqariladimi yoki bu hamisha qoladimi anketada? Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Endi bu tibbiyot muassasasini faoliyatiga ham bog'liq bo'lgan holat. Birozgina masalan bu aslida jismoniy simptomatik kasalliklarga o'xshaydi. Masalan, qaysidir simptom qo'yildi sizga, davolandi, chiqib ketdingiz. Shunga o'xshagan holat aslida ayni holat ikkalasi. Ya'ni ambulator kartada qoladi baribir. Tushunarli. Mezon tashxisi. Motivatsiya haqida gaplashsa, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p ko'ramiz, ya'ni gapirishi mumkin emas bo'lgan mavzularni ommaviy olib chiqishyapti. Ommaviy juda ham katta insonlar, ya'ni ko'p insonlarga katta auditoriyalarda seminarlar o'tishyapti. Qanaqa mavzularda? O'zingizni seving, o'zingizni xursand qiling, samootsiyangizzni oshiring, munosabatingizni yaxshilang, siz zo'rsiz, siz shu ketishda davom eting yokida motivatsiya mavzularida rosa ko'p coachlar, motivatorlar ko'payib ketishdi. Men ommaviy gapirish mumkin emas bo'lgan narsalarni bilaman deb bu narsani og'ir qanaqadir tushkunlik holatidagi insonga 24/7 motivatsiya bersangiz ham ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Yokida oddiy oladigan bo'lsak, narsissik buzilishi bor, qanaqadir psixopatiyasi bilan sizni ijtimoiy tarmoqdagi reelsingizni ko'ryapti deylik, o'zingizni seving, siz to'g'ri yo'ldasiz deyapti. Bu inson qanaqa tushunadi? Ha, men to'g'ri ekanman, men atrofdagilarni hammani qiynab, o'zimni sevib, o'ziga tupurib to'g'ri qilayotgan ekanman, olg'a deydi. Ya'ni ommaviy etib bo'lmaydigan mavzular ham bor-da. Shuning uchun motivatsiya mavzusiga bitta to'xtalib ketsangiz, qanchalik to'g'ri tushkunlikdagi insonga motivatsiya berish, o'zi qanchalik bu narsa ta'sir qiladi?
tushkunlikdagi insonga motivatsiya har doim ham berish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki aslida masalan depressiyani aytdik yoki travmadan keyingi stress buzilishlari bular tashxis, ya'ni xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasiga kirgan buzilish hisoblanadi. Qanchalik uni yoniga boraversangiz bo'ldi, ham etiketlagan bo'lasiz uni motivatsiya bergan holatda. Sanda shunaqa buzilish bor degan holat bilan etiket yopishtirgan bo'lasiz. Unda aslida depressiyadagi tushkunlikdagi inson harakat qiladi. Ya'ni nimadir hayotiga o'zgarish, bekordan bekorga siz motivatsiyangizni eshitmaydi. Ya'ni nimagadir ishonch borki, harakat borki, kelyapti. Lekin bunda qanaqadir ba'zi holatlar bor, shunchaki miyani fiziologik xususiyati bilan bog'liq. Sizni motivatsiyangiz u yerda to'la to'kis miyani qanaqadir fiziologik xususiyatlarini o'zgartirib yuborish juda ham qiyin. Qaysidir joylarda o'sha tushkunlik holatlari medikamentoz, dori vositalari bilan davolanadi. Qaysidir holatlari masalan uzoq muddatli terapiya kerak bo'ladi. Shunchaki anglash, motivatsiya ko'pchilik ruhiy buzilishlarda motivatsiyadan ko'ra anglash ko'proq yordam beradi. Nimani anglash? Hissiyotlarini anglash, hozirgi buzilishi hayot sifatiga qanchalik ta'sir ko'rsatayotganligini va qaysi jabhalarni, hayotning qaysi sohalarida salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini anglash. Yoki bo'lmasam o'sha buzilishdan chiqib ketishga qanaqa yo'llar borligini ilmiy qanaqadir usullar bilan tushuntirish. Aslida eng ko'p shunga ehtiyoj sezadi tushkunlikdagi inson. Ya'ni buni turtki berish, san qila olasan, sani qo'lingdan keladi, san hammadan zo'rsan deyish u insondagi o'sha qanchadir miqdorda motivatsiyani so'ndirishga sabab bo'lish ehtimoli ko'proq. Ayniqsa ruhiy buzilishlarda. Motivatsiyani kimga berish mumkin? Umumiy, ya'ni guruhiy motivatsiyani. Xo'p, qanaqadir maqsadni rejalashtirish yoki bo'lmasam qaysidir ishni boshlayapti, o'sha ishga nisbatan qanaqadir rejalashtirishga nisbatan motivatsiyani berish mumkin. Lekin buzilishi bor, qanaqadir tushkunlikdagi og'ir, qanaqadir depressiv, travmatik yoki musibatdagi insonga emas. Ayniqsa musibatdagi insonga ko'pincha uni birpasda tinchlantirib qo'yishga harakat qilinadi-da. Aslida musibat yashalishi kerak bo'lgan jarayon. Ya'ni insonda hayotida bir og'ir musibat bo'lgan paytda inson o'sha musibatini yashab berishi kerak. Bostirmasdan yashab o'tish kerak. Chunki yashalmagan musibat, ya'ni kechiktirilgan travma deyiladi bu narsa. Oradan 7-8 oy o'tib, xuddi bugun hayotida musibat bo'lgandek takrorlanadi, o'rtaga chiqadi. O'shaning uchun musibat bo'lgan paytda musibat, ya'ni yaqin insonidan ayrilish, inson hayotida yaxshi ko'rgan bir yaqin insondan ayrilib qoldi. Musibat bo'lgan paytda o'shani inson yashab berishi kerak. Tushkunlik holatiga ma'lum bir darajaga tushishi, uni his qilishi bu normal bo'lgan holat hisoblanadi. Bir ajoyib bir jumla bor, ya'ni qachon inson buni qabul qiladi? U inson tirik edi, ko'zim bilan ko'rardim, ko'zimdan ko'nglimga o'tdi degan tushuncha bor. Juda ham ajoyib. Ya'ni bu jumla yo'qotilgan insonga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni musibat bo'lgan insonga. U insonni ko'zim bilan ko'rardim. U inson meni hayotimda oldin bor edi. Aslida hozir ham bor u inson, faqatgina endi men uni ko'zim bilan ko'rmayman, qalbim bilan his qilaman, qalbim bilan ko'raman u insonni. Degan holatga kelish sekin-astalik bilan insonni qabul qilish bosqichi. Lekin bu bosqichga odam shuncha yo'qotdi, bo'ldi, men ko'zim bilan ko'rardim, endi qalbim bilan his qilaman deyish qiyin. Hamma ham inson. O'sha musibatdan o'tishi, o'sha qadamlarni bosib o'tishi kerak inson. To uni bosib o'tmaguncha qabul qilish bosqichiga kelish juda ham qiyin inson. Shuning uchun bu paytda motivatsiya yordam berish juda ham qiyin. Yo'qotish haqida gapirdingiz. Kecha kuni bitta narsaga ko'zim tushgan edi. Yo'qotish bo'lganda, yaqin insonini, sevgan insonini yo'qotganda inson nima his qilarkan? Birinchi navbatda
man endi usiz qanaqa yashayman degan fikr kelar ekan. Ya'ni u insonni yo'qotganiga yig'lamas ekan inson. Endi o'zim nima qilaman? Man usiz qanaqa yashayman kabi his tuyg'ular o'tar ekan. Yig'laganda, ya'ni u insonni qaytib ko'ra olmasligi emas, usiz u o'zi qanaqa qiynalishi haqida ko'proq g'am chekar ekan. Albatta. Ya'ni aslida yo'qotish bo'lgan paytda, bir musibat bo'lgan paytda eng og'ir bosqich payt aslida, masalan, tasavvur qiling, o'sha kuni kechqurun yotish aslida eng og'riqli tunlardan biri, juda ham qiyin bo'lgan jarayon va o'sha paytda bir kundan keyin ertalab inson uyg'ongan paytda shundoq uyg'ondi, bir kun oldin yaqin insondan ayrilgan, shundoq uyg'onib ko'zini ochgan paytda insonni miyasini hali xabari bo'lmaydi u inson endi hayotida yo'qligi haqida. Ya'ni xuddi inson bordek his qiladi, u inson hayotimda bor deb o'ylaydi. Miya hali noxabar bo'ladi. Ishonmagan Va hali. sekin miya endi ishga tushgandan so'ng bir 3-5 daqiqa o'tgandan keyin shundoq esga tushadi endi u inson yo'qligi. O'sha paytda shundoq miyaga bir narsa suqilib kirib ketgandagi og'riqli. Bu juda ham hissiy jihatdan og'riq beradigan holat. Lekin aslida bu holat yashalishi kerak bo'lgan, yashalishi normal bo'lgan holat hisoblanadi. O'sha holatda inson yashab berishi kerak bo'ladi. Siz gapiryapsiz va shunaqa holatda uni tinch qo'y, boya gapirgan gapimizda o'sha holatlar esimga tushyapti. Bunaqa sostoyaniyadagi, bunaqa hislarni o'zida kechirayotgan insonni qanaqa qilib psixologga yoki yaqin kimdirga yo'naltirmaslik mumkin emas-a? Chunki bunaqa o'zini holati bilan o'zini yolg'iz qoldirish ham bu inson, siz gapirdingiz, meni ichimda ana titroq paydo bo'ldi-da. Qanchalik bu insonga og'ir bo'ladi bunaqa payt, qanaqa kechinmalarni his qiladi. Menimcha bunaqa paytlarda, og'ir judoliklarda, yo'qotishlarda mutaxassisga baribirga ham yo'naltirgan yaxshi ekan. Shu muddatda to'g'ri, oson yashab o'tishiga, yashab his qilib o'tishiga yordam berar ekan mutaxassis. To'g'ri yo'naltirib. Mutaxassisga aslida bir hafta, 2 hafta ichida, ya'ni musibat bo'lgandan keyin shunaqa tushkunlik davom etayotgan bo'lsa, murojaat qilish shart emas aslida. Agar bu uzoq davom etsa, ya'ni hali ham inson ko'nikka olmayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasa musibatda shunaqa bir bosqich borda, inkor bosqichi. Yo'q, u o'lmagan, u hali tirik, u meni hayotimda bor deydi. Shunaqa holat hali ham davom etayotgan bo'lsa insonning hayotida, ya'ni ba'zi holatlar bor, 7-8 oy o'tib ketsa ham shunaqa holatda kelishadi. Yo'q, u o'lmaganda, u tirikda hayotimda. Hali ham men uni o'lganini tasavvur qila olmayman degan holat bo'lishi mumkin. Bitta bosqich. Yana bitta holat bor, aybdorlik holati. Agar men shunaqa qilganimda u o'lmas edi. Agar bizni boshqa doktorga ko'rsatganimizda bunaqa bo'lmasdi degan holat bor. Mana shu aybdorlik bosqichi hali ham davom etayotgan bo'lsa, oradan 5-6 oylab o'tdi yoki 2-3 oylab o'tdi. Hali ham davom etayotgan bo'lsa, bunda albatta mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Xo'p, rahmat. Travma mavzusiga to'xtalmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda hozir modaga aylanib ketdi, trendga aylanib ketdi. Travma hamma yoqdan chiqib kelaveradi. Qaysidir mutaxassislar bong urib aytishyapti, hech qanaqa travma yo'q. Travmani psixologlar pul ishlash uchun o'ylab topishgan, bo'lmagan gap. Qaysidir mutaxassis ekspertlar bong urib chiqishyapti, ya'ni jang ham ketyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Yo'q, travma bor. Nega? Zo'ravonlik yashab o'tgan yoki yaqin insonini yo'qotgan yoki qanaqadir holatlarni his qilib o'tgan insonda qanaqa qilib travma bo'lmasligi mumkin. Yoki kimdir aytayaptiki, seni bolaligingdagi holatlaring, yashab o'tgan vaziyatlaring yoki ota-onangdan olgan travmang hozirgi yashash tarzingga, munosabatlaringga, baxtiyorlik hissing yo'qligiga, hayotingda hamma narsa bor, lekin nimadir yetishmasligiga sabab bo'lyapti. Buni kovlash kerak, buni tagida psixologik travma yotadi. Ya'ni sen ota-onangni kechirishing kerak. Odam tushunmay qolyapti-da, qanaqa qilib shuncha narsa qilgan, tarbiyalagan, boqqan ota-onamdan travmam bo'lishi mumkin va shu yerda ziddiyatli kelib chiqyapti. Keling, travma haqida to'xtalsak, travma faqat og'ir qanaqadir psixologik jarohatlarda bo'ladimi? Zo'ravonlik qurbonlari nimadir kimdirlarni yo'qotganda bo'ladimi? Yoki qanaqadir yengil holatlar bormi? Ozgina travma haqida tushuncha berib ketsangiz. O'zi u bormi? Travma bor.
Chunki insonni miyasi notanish bo'lgan qanaqadir holatlarga duch keladi. Aslida travmani ta'rifi ham shu. Insonni miyasi uchun notanish bo'lgan, qanaqadir anormal hisoblanadigan, ya'ni normal bo'lmagan qanaqadir vaziyatlar bilan inson duch kelishi, yuzlashish jarayoni inson uchun travmani yaratishi mumkin. Lekin ba'zi holatlar bor, kichik mayda qanaqadir travmatik holatlar uzoq vaqt davom etadi. Bittada qanaqadir bu yerda yong'inning ichida qolib ketmadi inson yoki avariya bo'lmadi. Bular ham aslida travma hisoblanadi. Yong'in bo'lishi, avariya bo'lishi yoki umumiy travmalar, zilzila, suv toshqini kabi shu butun xalq ya'ni ta'sirlanishi mumkin bo'lgan travmatik vaziyatlar bor masalan. Lekin ba'zi holatlar bor, uzoq vaqt davom etadi-yu, mayda qanaqadir holatlar, doimiy kamsitilish, doimiy qanaqadir kutuvlarning oqlanmasligi inson. Aslida bu ham travma. Ya'ni bir muhit bola uyda tug'ildi, aytaylik, bola tug'ildi. 20 yoshigacha bir case bilan keling tushuntiraman buni. Yaqinda bir ayol bilan ishladim. Shunaqa holatki, ya'ni murojaat qanaqa? Men umuman yig'la olmayman. Ya'ni ichimda qanaqadir yig'i kelmaydi. Faqat hamma narsani ichimga yutaman. Hamma narsani ichga yutishga o'rganib qolganman degan murojaat bilan bo'ldi. Va so'ragan paytimizda 5 yoshda otasi vafot etgan ayolni va har safar o'sha bolalik paytida yig'lasa, onasini ko'proq yana ham tushkunlikka tushishiga guvoh bo'lgan. Va bolani miyasida qanaqa tushuncha bor? Men yig'lamasligim kerak umuman. Menda nima bo'lsa bo'lsin, qanaqa hissiyotlar bo'lsa bo'lsin, hammasini ichga yutishim kerak degan tushuncha bor. Va bu hozirgi paytgacha men hamma mas'uliyatni bo'ynimga olishim kerak. Men umuman yig'lamasligim kerak. Biror muammoim bormi? Hech kimga aytmasligim kerak degan tushuncha bor. Aslida bu ham travma inson uchun. Ya'ni bitta insonni jahli chiqsa, ba'zi insonlar idish tovoqni otadi, sindiradi, baqir-chaqir qiladi, ba'zi insonlar yig'laydi, ya'ni baqir-chaqir qilib birovga aytadi yig'lab. Hamma inson o'sha g'azabini qanaqadir to'satdan vujudga kelgan vaziyatni turlicha g'azabini ifoda qiladi. Reaksiyasi har xil bo'ladi. Lekin ba'zi insonlar bor, hammasini ichga yutadi. Hech qanaqa ifoda qilmaydi. Na yig'laydi, na birovga aytadi, na urib sindiradi. Aslida eng og'ir holat mana shu. Ichga yutish, hamma narsani ichga yutish. Bu musibat paytida ham, bu qanaqadir g'azab paytida ham yoki bo'lmasam o'sha hissiyotlarni ifoda qilish imkoniyati bo'lmaydi ba'zi insonlarda. Mana shu holatlarda ham eng og'ir holat ichga yutaverish. Bu ba'zi paytlarda masalan psixologik buzilishlarga keyinchalik shakllansa, ko'pincha simptomatik, ya'ni tanaviy og'riqlar bilan namoyon bo'lishni boshlaydi keyinchalik. Shuning uchun travma bu juda ham keng tushuncha, ya'ni avariya, suv toshqini bilan birgalikda, ya'ni shunga o'xshagan holatlar bilan birgalikda ifoda qilinmagan hissiyotlar, ichga yutilgan hissiyotlar, doimiy qanaqadir negativ muhitning ichida yurish ham inson uchun aslida travma hisoblanadi. Javobingizdan keyingi savol menda tug'ildi. Ya'ni tanaga bostirilgan o'sha his-tuyg'ular, emotsiyalar kasallik orqali chiqadi dedingiz. Ya'ni psixosomatik haqida to'xtalib o'tsak, psixosomatik haqida gapirarkanmiz, kechagi kuni Reels ko'rib qoldim va u yerda psixosomatolog aytibdilar. Oshqozon kasalligi, bostirilgan his-tuyg'ular, tomoq, bu gapirilmagan gaplar, quloq, ko'z, ya'ni har xil naqalan organlarni sanalyapti va psixosomatik kasalliklarni sanab beryaptilar va kommentariyasini bitta o'qiy dedim. Kommentariyaga kiryapman. Vrachlar, doktorlar kulib yozishganda, voy biz 10 yil o'qib nima qildik? Hammasi shunchaki oson ekan. Biz o'qib, mamta necha yil umrimizni ketkazibmiz, shunaqa osonmidi? Ya'ni o'ting bundan, buni gapirsang chiqib ketadi, buni gapirsang, buni bostirmasang bu yechilib ketadi kabi, hazil olmush, kulgili
narsalar ko'rdimda, ko'zim tushdi va shunda aytyapman, nahotki vrachlar necha yil tibbiyot maskanida o'qib psixosomatika yo'nalishini bilishmasa degan savol tug'ildi. Ya'ni o'sha psixikamizga kelib tushayotgan informatsiyalar somatikamizga, ya'ni tanamizga ta'siri va bu kasalliklar orqali namoyon bo'lishi. Menga misol uchun mijozlar kelishadi, vrach jo'natdi deb ham kelishadi. Bir yildan beri davolanayotganda muntazam shifoxonada davolanyapman, lekin samarasi bo'lmadi. Va o'shanda vrachim aytdilar, bitta psixologga ham murojaat qilib ko'ring, balki bu yerda psixosomatik holat ketayotgandir deb aytishadi. Shunaqa vrachlarni men hurmatim yana ham oshadi. Ya'ni hamkorlikda ishlasa, bu tarafini ham ko'rsa, natija yana ham yaxshi bo'ladi. Balki shu davomiy surunkali davom etayotgan va lecheniya qilinyapti, tibbiy tarafdan yordam berilyapti, hech qanaqa samara yo'q. Faqat o'sha joyda turibdi, na yomonlashadi, na yaxshilanadi. Shunda psixolog yo'naltirib bitta bu tarafini ham ko'ring deyishyapti va shunaqa holatlarda ko'p holatda psixosomatikaligi kelib chiqqan va o'sha insonlarda bu surunkali kasalliklar ham oldi olinganda yaxshilangan. Psixosomatik haqida tushuncha berib ketsangiz. To'g'ri, yuqorida aytganingizdek qanaqa javob bilan boshlamoqchiman? Tomog'ingiz og'ridi, xo'p, sovuq suv ichgansiz. Oshqozoningiz og'ridi, kecha nimadir noto'g'ri narsa yeb qo'ygansiz. Botadigan, ha. Yelkangiz og'ridi, nimadir og'ir yuk ko'tarib qo'ygansiz. Bo'lishi mumkin. Aslida insonga mana shunaqa tartibda yondashiladi. Birinchi yondashuv shu tarzda bo'ladi. Ya'ni qanaqadir ta'sir ko'rsatgan bu buzilishni, bu kasallikni kelib chiqishiga turtki bo'lgan qanaqadir omil bormi? Tomog'i og'risa, balki u kecha sovuq suv ichgandir, balki doimiy sovuq suv ichib yurgandir u inson. Bunaqa holatda ba'zi holatlar tomog'im og'ridi, bo'ldi psixosomatik. Bunaqa holat, bunaqa narsa yo'q, ya'ni psixologiyada. Birinchi navbatda albatta fiziologik tomonlama qarab chiqiladi. Ya'ni qanaqadir tanada buzilish, o'zgarish bo'lyaptimi, to'liq tibbiy tekshiruvlar o'tkazilishi shart birinchi navbatda. Ya'ni hech qachon birinchi tashxis psixolog, ya'ni psixosomatik kasallik sifatida qo'yilmaydi. Agar bu holat hech qanday tibbiy tashxis topilmagan taqdirda, topilmadi hech qanday tibbiy tashxis va yana ham davom etayotgan bo'lsa, bu holat masalan tomoqdagi og'riqdan ko'ra tomog'imda bir narsa turganday his qilaman deyishadi masalan. Bunaqa holatlarda ko'pincha doktor borishadi, hech narsa aniqlanmaydi. Va bu ko'pincha o'sha qanaqadir travmatik vaziyat bilan, psixologik qanaqadir vaziyatlar bilan bog'liq. Haqiqatdan ham bu vaziyat bilan psixoterapiya bilan ishlangan paytda yo'qoldi. Tomog'imdagi holat endi yo'q degan holatga keladi inson. Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi albatta tibbiy ko'rikdan o'tishi va o'sha tibbiyot xodimlari o'sha aynan qaysi soha bilan bog'liq bo'lsa kasallik, o'sha mutaxassis sog'lom deb baholangandan keyin psixolog yoki bo'lmasam psixoterapevt mutaxassisga murojaat qilishi mumkin. Keyin u mutaxassislar aralashishi mumkin. Shunaqa. Birinchi navbatda fiziologik tarafdan исключить qilamiz vrachlarnikini. O'sha surunkali davom etganda, bo'lmaganda dedim, murojaat qilishadi dedim-ku. Ya'ni shu tartibda davom etadi. Xo'p, keyingi savolga o'tsak, narsiss insonlar haqida gapirsak, ya'ni psixologik buzilish, ya'ni bu insonlar qanday insonlar va bu insonlarni qanday onalar tarbiya qiladi, ya'ni qanday onani farzandlari narsiss inson bo'ladi va bu insonlar hayotda qanaqa muloqot qiladi, ya'ni qanaqa yashaydi. Bu insonlar bilan yashash kakavo degandek. Ko'pincha jamiyatimizda shunaqa tushuncha bor. Narsiss bu o'zini sevgan inson, o'zini haddan tashqari sevadigan insonni narsiss deyishadi. Yo'q aslida. Narsiss bu o'zini seva olmagan inson. O'zini seva olmagan, lekin o'zini sevdirishga harakat qiladigan inson aslida narsist bo'ladi. Ya'ni aslida yashash juda ham qiyin. Bu ham aslida shaxs buzilishlari toifasiga kiruvchi shaxs buzilishi hisoblanadi. Narsistik shaxs buzilishi. Qanaqa onalar ko'pincha tarbiyalaydi narsiss insonlarni? Man tan olishim kerak. Man
e'tirof qilinsam qachon mani qadrlashadi. Man nimadirni ko'rsatib qo'ysam, man ularni ko'ziga ko'rinaman, man ularga yaxshi ko'rinaman degan farzandlar bo'ladi. Masalan, shunaqa oilalar bo'ladi. Qachon bir muvaffaqiyatga erishsa, o'sha paytda e'tibor beriladi u farzandga, oilaga. Bo'lmasa yo'q. Nima isbotlashga harakat qilsam, nimadirni isbotlasam, o'shanda meni qadrlashadi degan tushunchalarni bolada singdirish. Bu narsissizmga asosiy qadam hisoblanadi. Va bu bola ulg'aygandan keyin narsiss inson bilan yashash birozgina qiyin. Ota-onasiga hammi? Ota-onasiga ham qiyin, turmush o'rtog'iga ham qiyin, farzandlariga ham qiyin. Masalan, u insonni bir martada tanishish paytida bilish qiyin narsist insonni. Masalan, juftingiz narsist ekanligini ba'zi holatlar bor. Men 5 yildan keyin narsist bilan yashayotganimni bildim. 10 yildan keyin bildim men narsist inson bilan yashayotgan ekanman degan holat bo'ladi. Chunki narsist inson shunaqaki, o'zini tan oldirish uchun, o'zini birlamchi ehtiyoji shuda, tan olinish ehtiyoji. O'zini qanaqadir man tan olinishim kerak, man o'zimni ko'rsatishim kerak degan usulda yondashadi. Tan olinish uchun birinchi navbatda u insonga juda ham yaxshi mehribonlik qiladi, gullar beradi, sovg'alar beradi. U inson uchun eng yaxshi insonga aylanadi. Va endi qarshidagi inson uni narsist deb o'ylashi qiyin. Va munosabatlarda shunaqa shaklda bo'ladi. Juda ham ulug'lab, hamma narsani beradi. Hamma narsani beradi, bu ham senga, bu ham senga, lekin o'sha tepaga olib chiqib o'sha yerdan tashlab yuboradi. Eng og'irlikli tomoni shu. Ya'ni uni e'zozlab, ulug'lab, hamma narsani berib olib chiqadi, o'sha yerdan tashlab. U inson kutmagan holatda bo'ladi. U inson kutmagan holatda. Eng qiziq tomoni shuki, bu tushgan inson shuncha narsani bergan, ko'ziga endi ishongisi kelmaydi u insonni narsist ekanligini yoki bo'lmasam shunaqa inson ekanligini. Yana unga talpinishni boshlaydi. Yana nimadir najot kutadi u insondan, nimadir. Sikl bor-ku o'zi, narsistik sikl. Narsist ko'pincha qaram insonlarni, qaram shaxs buzilish degan alohida buzilish bor. Shunaqa insonlar ko'proq narsist bilan yashaydi, bunaqa insonlar. Sozavисимые отношения. Yoki bo'lmasam narsist sekin-sekin hayot davomida u insonga shakllantirib qo'yadi, qaram. Chunki u hamma narsani beryapti-da sizga. Emotsional kacheli qiladi. Sovg'alaringizni beryapti, kerak paytda sizni o'sha anaqa qilyapti, ya'ni eshityapti, tan olyapti, mehr beryapti. Hamma ehtiyojlaringiz qarshilanyapti. Siz xursandsiz. Siz narsist bilan yashayapsiz, xursandsiz. Lekin ba'zi bir paytlar bo'ladiki, o'sha qarshilanishi badali og'ir bo'ladigan payt keladi ba'zi paytda. Mana shu holat eng og'ir payt. Va endi qarshi tomonda o'sha qaramlik shakllanib qolgan, uzilishi qiyin, men bog'lanib qolganman, u inson meni o'ziga bog'lab qo'ygan, sekin-astalik bilan u insonga talpinaveradi, yana boraveradi. Lomka bo'ladi-da, munosabatdan chiqsa, yana sog'inch hissi bo'ladi. Lekin har safar o'sha tepaga ko'tariladi, o'sha yerdan tushishga, ya'ni tayyor holatga kelib qoladi u inson. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, xulosa sifatida narsist bu demak o'zini tan oldirishga, o'zini sevdirishga, o'zini ehtiyojlarini har doim ya'ni oqlashga intiladigan inson sifatida ko'rishimiz mumkin narsist inson. Bunday insonlar tuzaladimi? Ularga terapiya qanchalik ta'sir qiladi? Narsist insonlar qachon tuzaladi? Qachonki sekin-asta o'zi o'sha narsistik xatti-harakatlarni anglash boshlagandan keyin. Xuddi o'zbekchilikda aytiladi, boshi devorga tegdi. Qachon o'sha munosabatlardan ayrildi yoki qattiq bir boshi devorga tegsa, o'shandagina nimadir o'sha men chiqishim kerak bu vaziyatda. O'shanda ham masalan sizga narsistman deb kelmaydi u inson. Menda shunaqa holat bo'ldi, sekin-sekin u inson bilan suhbat jarayonida anglashni boshlaydi. O'zini ifoda qilishga, o'zini ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yishga nisbatan kuchli ehtiyoj borligini terapiya jarayonida anglashni boshlaysiz. Lekin agar bu holat masalan bosh devorga tegish yoki bo'lmasam o'sha qaysidir xatti-harakatlaridan afsuslanish shakllanmagunicha
ya'ni terapiya qilish imkoni yo'q. O'zi bilan afsuski. o'zi yuzlanmaguncha Ha. terapevtik holat qancha u kelib bo'lmaydi. o'tirsa ham amalga Albatta. oshmaydi. Ya'ni yaqinlar murojaat qilishadi. Yoki jufti. Mani turmush o'rtog'imda shunaqa, ya'ni jufti biladi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgan yoki o'qigan narsistik xatti-harakatlar shunaqa bo'lishini. Lekin u insonga yordam bera olmaymiz. Yordam berish imkoniyati yo'q, chunki u inson o'zini narsist deb o'ylamaydi-da. Narsistda eng yomon tomoni aslida shu, o'zini hech qaysi narsist "man narsistman" demaydi. Mutaxassisni qiynaydigan tarafi shu. Ha, shunaqa. O'zini narsistman deb O'zim ham baholamaslik. terapevtik holatlarda ishlaganimda sozavисимый отношения, ya'ni bog'langan munosabatlar haqida gapirdingiz-ku. Odatda bunaqa qarmoqqa shunaqa insonlar tushadi. Erkakmi, ayolmi farqi yo'q. Va nega ularga bunaqa holatdan, bu sikldan chiqish og'riqligini mana kasbiy faoliyatimda tushunib yetdim. Odatda aksariyat holatlarda narsist onani farzandlari, ya'ni empatlar narsist qurboniga aylanishar ekan va o'sha partnyoridan uzilish, narsist, psixopat o'sha onasidan uzilish bo'ladi-da. Shuning uchun ularga og'riqli bo'ladi. Qanaqa qilib men onamdan uzilishim mumkin? Ya'ni partnyordan uzilish bu ona bilan uzilishga teng. Shuning uchun ularga og'riqli bo'lar ekan. Chunki ularga hozir berilayotgan narsani bolalikdan berilgan. O'sha sovuqqon ona, sovuq munosabatlar, emotsionalniy kacheliyalar, xuddi shu narsalar bolalikdan shakllanib kelar ekan. Ya'ni bunaqa insonlarni qurbonlari odatda kim bo'ladi deganimizda bolaligidan shu narsani sug'arilib katta qilingan farzandlar hisoblanar ekan. Shuning uchun ham bunaqa insonlarga, ya'ni bunaqa qurbon pozitsiyasiga bo'tga tushib qolgan insonlarni bu holatdan chiqarish biroz mushkul ekanda. Sozavисимый отношенияda. Shunaqa. Ya'ni bir-birovni shunaqa to'ldirib tarbiyalaydi-da, chunki hayot davomida narsist qurbon narsistni ehtiyojini qondiradi, bir-birovni to'ldirib turadi ikkalasi. Xo'p, qarang, narsistlar haqida gapirganimizda hozir munosabatlarni gapirdingiz va meni tasavvurimda xuddi erkak va ayol bo'lib keldi. Narsistlar ayollar ham erkaklar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Faqat erkaklar deb o'ylamasligi uchun ozgincha tushuncha berib ketsangiz, hozir mana ijtimoiy tarmoqlardan ayollar ko'rib olishyapti. Meni erim abuser, meni erim narsist, meni erim psixopat deb faqat erkaklarni aytishadi, lekin mana konsultatsiyalarimizda ko'ramiz, aksariyat holatlarda ayollar abuser, ayollar narsistik qanaqadir buzilishlar borlarini ko'ryapmiz. Ya'ni shuni ozgina ajratib bersangiz. Albatta, bu yerda qanaqadir erkaklarda ko'p kam deyolmaymiz, lekin har ikkala jins vakilda ham kuzatiladigan holat hisoblanadi. Narsistik shaxs buzilishi. Ya'ni bu holatda ayollarda ko'proq o'sha isterika qilish, o'zini hissiyotlarini aytish, qanaqadir vaziyatlarda talabchanlik holatlari bo'ladi. Erkaklarda farqli ravishda ko'pincha bostirilgan narsistik xatti-harakatlar bo'ladi. Qanaqa bostirilgan? Bu yerda qanaqadir o'zini istaklarini so'z bilan ifoda qilmaydi, lekin o'sha xatti-harakatlar nimadir berish bilan yoki bo'lmasam o'sha tan olinish bilan bog'liq bo'lgan erkaklarda ko'proq. Masalan, ayollar buni og'zaki ifoda qilish imkoniyati bor. Erkaklarda namoyon bo'ladi, ko'pincha buni ifoda qilmasdan bostirish, ya'ni ichki bostirilgan narsistik xususiyatlarda ko'proq namoyon bo'ladi. Rahmat. Asosiy farqi shu yani. Yaqqol farqini ham o'zi sal tushunib oldim. Ularda qanaqa namoyon bo'ladi? Ya'ni ayollarda ko'p, erkaklarda kam degan holat yo'q. Ikkalasida ham bor, faqat namoyon bo'lishi biroz faqat erkaklarda uchramaydi degani bu. Ya'ni ayollar ham, erkaklar ham teng. Xo'p, rahmat. Xo'p, eng og'ir klinik psixologiyadagi eng og'ir psixologik buzilish haqida gapirib bering. Hozirgi kunda aslida butun dunyo bo'yicha eng og'ir buzilish sifatida tan olinadigan holat bu obsessiv kompulsiv buzilish hisoblanadi. Xo'p, obsessiv kompulsiv buzilish, ozgina tushuncha berib o'tsam, bu miyadagi yopishqoq fikrlar nevrozi deyiladi. Ya'ni ma'lum bir fikrlarning miyaga aylanaverishi. Ya'ni obsessiya bu fikr, kompulsiya o'sha fikrni bostirish uchun qiladigan ba'zi bir xatti-harakatlar. Buni biz xalq tilida vasvos deymiz. Vasvos bo'lib qolibdi, vasvos kasali bo'libdi deymiz. Ba'zi bir holatlar mos keladi obsessiv kompulsiv buzilishga. Ya'ni
ya'ni har xil turlari bor. Qo'lini qaytib yuvib yurishi, ya'ni men kirman degan fikrning kelishi, ya'ni obsessiya. Endi buni bostirish uchun borib qaytib qo'lini yuvib yuradi. Yoki bo'lmasam simmetrik qanaqadir obsessiyalar bo'lishi mumkin. Idish-tovoqlarni guli bilan to'g'rilab, tekislab qo'yish. Yoki bo'lmasam chiziqni men buni bosdim, buni bosmayman, buni bosdim, buni bosmayman kabi ko'rinishda qanaqadir fikrlarning kelishi. Yoki 3 qadam orqaga yurishim kerak, keyin davom etsam bo'ladi degan fikrlarning bo'lishi. Yoki bo'lmasam diniy qanaqadir qarashlar bilan bog'liq obsessiyalar bo'lishi mumkin. Buni qilmasligim kerak, buni qilsam gunoh qilaman degan fikrlarning aynan ma'lum bir xatti-harakatlar bilan bog'lanib qolishi. Turlari juda ham ko'p, ya'ni obsessiyalarni va hozirgi paytda juda ham keng ommalashib borayotgan ruhiy buzilishlar toifasiga kiradi. Davolash birozgina mutaxassisni ham qiynaydi, insonni o'zi ham juda ham qiynaladigan holatga keladi obsessiv kompulsiv buzilishda. Chunki u insonlar aslida bu fikrlar real holatga mos emasligini, mutaxassislar aslida shuni isbotlashga harakat qiladi. Masalan, yo'q, toza-ku, masalan, yuvding qo'lingni bir marta, bo'ldi, qo'ling toza bo'ldi deb isbotlashga harakat qiladi. Qarshi tomon aytadi, bilaman, yuvdim, toza bo'ldi qo'lim, lekin meni fikr tinch qo'ymayapti, borib qaytib yuvishim kerak degan fikr tinch qo'ymayapti degan holatga kelishadi. Obsessiv kompulsiv buzilish o'zi qanaqa omillar sabab yuzaga keladi? Shu haqida ham ozgina tushuncha bering. Sabablari juda ham ko'p. Birinchi sababi asosiy, ya'ni fiziologik sabablar. Ya'ni insonni hayotda ma'lum bir maqsadga erishishi, irodasi, stress bardoshliligiga javob beruvchi miyada neyrotransmitterlar bor, mediatorlar. Ya'ni bular serotonin, oksitotsin, dopamin, ya'ni endorfin tizimiga kiruvchi gormonlar hisoblanadi. Mana shularning me'yordan tushib ketishi insonni endi hayot sifatining tushishiga, ma'lum bir fikrlarning qaytalanaverishiga, miyadan takrorlanaverishiga, iroda, qaror qabul qilishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buni aslida biz umumiy barcha psixologik buzilishlarga olib qarashimiz mumkin, jumladan obsessiv kompulsiv buzilishlar uchun ham. Demak, birinchisi o'sha miyaning fiziologiyasida turli xildagi o'zgarishlarning bo'lishi obsessiv kompulsiv buzilishni rivojlanishiga. Ikkinchi sabab oilada, masalan, bu turiga ko'ra, obsessiyaning turiga ko'ra farq qilishi mumkin. Masalan, ko'pincha qanaqadir irim-sirim yoki bo'lmasam rituallar deymiz, qanaqadir doimiy takrorlanadigan qanaqadir xatti-harakatlar. Yo'q, supurgini tik qo'yish mumkin emas, yo'q, buni qilish mumkin emas, men buni qil degan oilalarning farzandlarida statistika bo'yicha juda ham ko'p obsessiv kompulsiv buzilishlar uchraydi. Timiy qoidalarga turilganda, juda ham mustahkam qoidalar ham qanaqa irim-sirim bilan bog'liq bo'lgan qoidalar. Masalan, ko'p o'zim bir ishlagan keysdan aytaman, sababini ochiqlagan paytda obsessiv kompulsiv buzilish bilan bog'liq bo'lgan holat bor edi, ya'ni kirlik bilan bog'liq obsessiya. Sababi topilgan paytda meni buvim mehmonga borsa o'zini piyolasini birga olib borardi. Boshqa kishini qoshig'idan ovqat yemasdi degan holat masalan. Bunaqa juda ham ko'p uchraydi obsessiv kompulsiv buzilishning avlodlarida shunaqa holatlar bo'lishi. Yoki haddan tashqari ozoda tozalikka juda ham mukkasidan ketgan. Qaytib yuvarardi, tekislab, tozalab qo'yardi. Aslida masalan o'sha paytdagi holat buzilish sifatida qaralmasligi mumkin, lekin kelajak avlodiga bu buzilish sifatida o'tib ketadi. Masalan, nima demoqchiman bu bilan? Bitta kishi masalan haddan tashqari tozalik qiladi, tozalikparast, uy-joyni saranjomlab, tozalab, tekislab qo'yadi, lekin bu narsa hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmayapti. Ishiga ham boryapti, turmush o'rtog'i bilan munosabatlari ham yaxshi, bolalariga ham qarayapti. Bu buzilish sifatida qaralmaydi. Bundoq ko'rgan paytda buzilishning simptomlarini qarshilayapti, ya'ni hammasi bor, lekin u insonning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmayapti. Demak, bu buzilish sifatida qaralmaydi. Lekin xuddi shu simptom darajasi bir xil, lekin mana shu simptom, ya'ni tozaligini
orqasidan o'qishiga borolmayapti, ishini qilolmayapti inson, munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Narigisi buzilish sifatida qaramaydi. O'sha uchun fikrimni boshida aytgandim, insonni o'zi ham qaysidir ma'noda o'zidagi buzilish bor yo'qligini belgilashi mumkin. Rahmat, hozir gapiryapsiz, o'zimni analiz qilib o'tiribman. Mana shu Guldon podkastimizni boshida nega mana shu liniyada turmayapti deb meni bezovta qilyapti. Siz savolingizni oxirida javobini ham berib ketdingiz. Ya'ni sizni hayot tarzingizga bu ta'sir qilmayaptimi yoki qilyaptimi? Savol beryapman ichimda, siz gapiryapsiz, meni podkastim davom ettirishimga bu xalaqit qilmayapti. Lekin sal surib qo'ygim kelyapti. Ya'ni bu ham obsessiv holatmi? Endi agar bu juda ham bezovtalik va obsessiv kompulsiv deganmi, o'zi kompulsiv xatti-harakat. Siz majburan qo'lingiz o'sha fikringiz umuman tinch qo'ymasdan o'sha paytda shu gulni surib qo'yishga majburlasa, bu buzilish holatiga keladi. Sizni fikringiz hozirchalik majburlamadi. Tinch o'tira olyapsiz, demak hammasi normada. Demak, normada. Obsessiv kompulsiv tezda qilishim kerak deb fikri tinch qo'ymaydi. Yashatmaydi. Ya'ni tinch qo'ymaydi inson bu fikr. To o'sha xatti-harakatni qilmagunicha inson, masalan, siz bilan misolingizda hozirgi shuni gulni qo'ymaguningizcha boshqa savolni bera olmayman degan holatga kelishingiz kerak. Tushunarli. Rahmat. O'sha case bo'lganiga yetib ketdim-da. O'zimni rahmat analizam qilib oldim. Xo'p, rahmat kattakon. Obsessiv kompulsiv buzilish haqida gapirdingiz. Shu mavzuga doir bitta case aytib bersangiz, menimcha ko'pligi manfaatli bo'lgan bo'lardi. Ya'ni aslida juda ham ko'p, juda ham og'ir, ya'ni terapevtga ham ba'zi bir terapiyalar juda ham og'ir ta'sir qiladi. Shunaqa bir terapiyalardan bittasini aytib beraman. Kirlik haqidagi obsessiyasi bor bola. Aslida bitta narsani aytib ketishim kerak. Bu buzilish insonning intellekti bilan har doim bog'liq emas. Ya'ni intellekti juda ham yuqori bo'lishi mumkin inson, lekin mana shu yopishqoq fikrlar tinch qo'ymayotgan bo'lishi mumkin inson. Yoki emotsional intellekti. Birovga rahmi keladi, hamdardlik bildiradi, empatiyaga kirisha oladi, lekin fikrlari tinch qo'ymayapti. Xuddi shunaqa bir case aytaman, intellekti juda ham yuqori. 17 yoshli bola, o'zi endi juda ham kichkina bola, kirlik haqidagi obsessiyasi bor. Insonni juda ham qiynaydi. Men buni yuqorida ham aytib o'tdim. Juda ham ko'p obsessiv kompulsiv buzilishi bor insonlar aytadiki, men agar ruhiy buzilish, ya'ni qo'pol qilib aytganda jinnixonaga borganimda menga dori berishardi, qanaqadir davolashardi, yotardim, jinniligim ma'lum bo'lardi. Lekin men hozir obsessiv kompulsiv bu birovga aytolmayman ham, o'zimni hayot sifatimga ham bu narsa salbiy ta'sir ko'rsatyapti. O'sha vaziyatdan ham og'irroq holatdaman degan holatga kelishadi. O'sha bola bilan terapiya qilayotgan paytimda esimdan chiqmaydi. Masalan, hozir yuqorida ham aytdim, o'zligi bilishadi bu noto'g'riligini, ya'ni bola aytadi, o'zim bilaman bu fikrlar real emasligini, noreal fikrlar ekanligini, meni hayot sifatimga ta'sir qilayotganligini, haqiqatga to'g'ri kelmayotganligini. Lekin nima qilay, o'sha fikrlar miyamdan ketmayapti, meni tinch qo'ymayapti. Agar siz, ya'ni menga aytyapti terapevt sifatida, agar siz menga aytsangiz, shu fikrlar endi bo'lmaydi, ya'ni fikrlar miyangda yo'q bo'ladi-da, lekin buni evaziga bitta qo'lingni kesaman, keyin fikrlar kelmaydi desangiz, shu qo'limni bergan bo'lardim deb shundoq bir qadam oldimga qo'yganda, kesing qo'limni deb qo'lni cho'zgan. Ya'ni bu aslida terapevt uchun juda ham og'ir. Ya'ni tasavvur qiling, 17 yoshli bola bu fikrlar meni tinch qo'ymayapti, qo'limni berishga roziman, kesing deb bir qadam terapevtni oldiga qo'yib, qo'lini shundoq cho'zgan. Naqadar og'riq holatda kechayotganini ham his qilishingizga ham-da bu. Albatta, buni his qilish, bu narsaga inson kelishi, bu yengil yo'l, yengil qadam emas bu. Endi tasavvur qiling, sizni bergan motivatsiya yoki bitta insonni berganda motivatsiyasi qanchalik darajada bu insonga yordam berishini. Motivatsiya bu yerda yordam bera olmaydi. Bu yerda aniq bir rejalangan,
aniq bir ishlab chiqilgan qadamlar talab qilinadi. Bu mijoziz terapiyadan o'tib hozir sog'lom hayotga qaytdimi? Ha, ya'ni aslida to'laqonli masalan bu umuman ketdi, yo'q bo'ldi degan tushuncha yo'q. Hayot sifatiga qaysidir holatlari yaxshilanishi boshlaydi. Inson endi qo'lini bir kunda 100 marta yuvadigan bo'lsa, endi 5 marta, 10 marta yuvadigan holatga keladi. Munosabatlari yaxshilanadi, do'stlari orttirishi boshlaydi, ishiga endi vaqtida ulgurishni boshlaydi. Ya'ni o'ralashib qolmaydi hayot sifati. Hayotini sifati endi yaxshilanishni boshlaydi. Lekin nimadir travma, turtki bo'luvchi holat hayotida sodir bo'lganda qaytalanish ehtimoli afsuski ko'p bunaqa holatda. Rahmat kattakon. Sizga endi bir nechta savollar tayyorlab qo'yganman. Ya'ni kasbiy faoliyatingiz bilan bog'liq savollar. Bu men o'ylaymanki, bizani ko'rayotgan insonlarga ham qiziq bo'ladi. Ya'ni sizni bilimingizni, malakangizni, kasbiy faoliyatingizdagi ko'p savollarga javob oldik-da bugun. Endi o'zingiz bilan bog'liq savollarni beraman. Xo'p. Sizni ish jarayoningizda eng ko'p quvontirgan holat? Eng yaxshi natijalar terapiyadan keyin keladigan eng yaxshi nima deydi? Natijalar, yozilgan natijalar, xursand qiladigan ijobiy holat. o'tiziflar, hayotim sifati yaxshilandi, rahmat degan narsalar yashatadi. Ayniqsa shu so'z meni juda ham ya'ni quvontiradi. Iloyim bolam sizga o'xshasin degan narsa haqiqatdan ham men kim uchundir kerakli bo'la oldim degan shukur hissini beradi. Xo'p, oxirgi marta qachon yig'lagansiz? Erkaklar ham yig'lashadimi? Aytolsiz. Oxirgi marta endi aynan qaysi vaziyatdaligini eslolmayman, lekin bir yilcha bo'lib qoldi. Yig'lab turasiz. 10 yil oldingi o'zingizga gap aytish mumkin bo'lganda nima degan bo'lardingiz? To'g'ri maqsadlar qo'y, har doim maqsadlaring tomon kuchliroq harakat qil. Hozir sen qo'rqayotgan narsa seni eng kuchli qiladigan nuqtanga aylanishi mumkin degan bo'lardi. Rahmat. O'zingizni 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. Xo'p. Kuzatuvchan, sokin, sharttaki. Rahmat. Stressni tez tushirish uchun bitta eng samarali usulni aytsangiz. Xo'p. Bir texnika aytaman. Stress, panik attakalar, masalan, qo'rquv ichdan kelgan paytda, titroq, hayajon paytida ishlatilishi mumkin bo'lgan texnika, masalan, 5-4-3-2-1 texnikasi bor. O'sha paytda 5 ta ko'rayotgan narsasini sanash, 4 ta eshitayotgan, 3 ta masalan hid aytish mumkin, his qilayotgan hidi, yana qaysi sezgilarimiz qoldi? 2 ta masalan qilayotgan, teginishi mumkin bo'lgan holatni sanash mumkin. Xo'p, bu tinchlanishga tezda yordam beradi. Ya'ni 5 ta sezgisi bilan bog'liq bo'lgan holatda ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, tuyishga e'tiborni qaratib, 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta, bitta. Diqqatni boshqa holatga o'tib, inson tinchlanishga yordam beruvchi juda ham yaxshi samarali texnika hisoblanadi. Rahmat. Sizga kasbiy faoliyatingiz davomida kimlar ko'proq murojaat qiladi? Erkaklarmi, ayollarmi? Umumiy statistikani aytadigan bo'lsam, ayollar birozgina ko'proq. Chunki suhbatimizni boshida ham aytdik, erkaklar ozgina hissiyotlarni ichga bostirishadi, ifoda qilishmaydi va ayniqsa o'zbekchilikda shunaqa narsa bor. Erkak kishi ham yig'laydimi? Erkak kishi ham shunaqa qiladimi? Ya'ni erkak kishi ham tushkunlikka tushadimi degan narsa. Bejizga tushunchalar bor. O'zingizga shu savolni bermadim-da, kuchli erkaklar yig'lasha olar ekan-da, o'zi aslida. Kuchli erkaklar o'zini hissiyotlarini taniy oladi, hissiyotini boshqara oladi, kerak bo'lgan paytda hissiyotlarni ifoda qila oladigan erkaklar. Mijozlar eng ko'p nimadan shikoyat qilishadi? Asosiy bitta ikkitasini. Endi meni soham klinik psixolog bo'lganligim uchun depressiya, xavotir, tushkunlik, panik attakalar, yopishqoq fikrlar, ya'ni obsessiv kompulsiv buzilish
eng ko'p murojaat qilishadi. Sizni terapiyangizda eng asosiy narsa nima? Eng asosiy narsa ya'ni maqsad bo'lishi, harakat bo'lishi, ya'ni har bir insondan terapiyaga kelishdan oldin so'rayman, o'zi qanchalik darajada maqsadingiz bor. Aslida terapevt u insonni maqsadi bilan, ishonchi bilan ishlaydi. Mana shu ishonch va maqsad qanchalik kuchli bo'lsa, man shunchalik darajada ko'proq u insonga yordam berish ehtimolim oshadi. Ketidan yana bitta menda savol tug'ildi. O'zingiz terapiyadan o'tasizmi yoki o'tganmisiz? O'tib turaman, ya'ni bu ko'pincha superviziya tarzida bo'ladi terapiya jarayoni. Lekin albatta mutaxassis o'zi, psixolog birinchi navbatda o'zini tanishi, o'zini hissiyotini bilishi, o'zini muammosini yechgan bo'lishi kerak hisoblanadi. Shuning uchun terapiyadan ba'zida o'tib turaman. Rahmat kattakon. Elchin Tolipov, bugungi suhbatimiz juda ham maroqli bo'ldi. Men o'ylaymanki, nafaqat mutaxassislarga, oddiy xalq uchun ham oson, yengil tilda va qalbdan qalbga yetib boradigan deb o'yladim va klinik psixologiya, o'sha har xil terminologiya haqida gaplashdik. Ko'p insonlar bugungi bizani podkastimizdan keyin o'ziga diagnoz qo'yib olmaydigan yoki-da yaqin insoniga yirilliklar ilmaydigan, ya'ni tamg'ala sanda bunaqa holat ketyapti yoki-da qanaqadir og'ir holatlarda emotsiyalarini bostirishga harakat qilmaydigan holatlarga kelishadi deb o'ylayman. Albatta, ya'ni qo'shnim depressiya dedi, sun'iy intellekt panik ataka deydigan holatlar kamaysa xursand bo'lardik albatta. Rahmat Xalqning kattakon. psixologik savodxonligini oshishiga o'ylaymanki, manfaatli bo'ladi. Keyingi podkastlarimizda sizni yana kutib qolamiz. Rahmat taklif uchun. Bizni bu loyihamiz boshqalarga ham manfaatli bo'lishi uchun va ko'proq odam xabar topishi uchun bizni loyihamizga podpisatsiya bo'ling.